Men aytayotgan 8 ta zikr hayotingni 360 gradusga o'zgartirib yuboradi desam, ishonasanmi? Videoni oxirigacha ko'r bilasan, ungacha obuna bo'lib qo'y. Qalbni poklash uchun astag'firulloh va atubu ilay. Agar qalbing siqilsa, ichingda tushunarsiz g'am bo'lsa, hasad, gazab yoki ranj kirib kelsa, shunchaki ayt: Allohdan mag'firat so'rayman va unga qaytaman. Kim istig'forni ko'p aytsa, Alloh unga har qiyinchilikdan chiqish yo'lini beradi. Allohga suyanish uchun hasbiyallohu va nimal vakil. Hammasi nazoratingdan chiqib ketganida, rejalaring buzilganda, o'zingni juda zaif his qilganingda ayting: Alloh bizga yetar. U eng yaxshi vakildir. Taslim bo'lish zaiflik emas, bu eng katta ishonchdir. Bir qiyinchilikda umid uchun inna ma'al usri yusra. Agar qiyin davrdan o'tayotgan bo'lsang, bu qachon tugaydi deb o'ylayotgan bo'lsang, unutma, har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bor. Kuch tugaganda la havla va la quvvata illa billah. Men endi chiday olmayman deb o'ylaganingda, esla, sen kuchli emassan. Senga kuch beruvchi Alloh, shukrni eslash uchun. Alhamdulillah. Og'riq ichida ham, kutgan javob kechiksa ham, adolatsizlik ko'rsang ham, ayting ham. Allohga shukr qilgan qalb sinmaydi, kuchli bo'ladi. Eng katta ne'mat uchun Allohumma inni as'alukal afiyah. Bu kichik duo ko'rinadi, lekin ichida hamma narsa bor. Sog'lik, tinchlik, halollik, xotirjam hayot. Tilingni jannat bog'ida aylantir. Ba'zan qalbni davolash uchun uzun gaplar kerak emas. Ba'zan faqat alhamdulillah, astag'firullah, hasbiyalloh yetarli. O'tmish yukini yengillashtirish uchun subhanallohi va bihamdih. Agar xato qilgan bo'lsang, pushaymon bo'lsang, o'tmish seni qiynasa, bu zikrni ayt, u qalbni yengillashtiradi. Bu videoni eng yaqin insoningizga ulashing, u ham bilsa, savobi sizga ham tegadi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, izohlarda amin deb yozib keting va shunaqa foydali ma'lumotlarni ko'rish uchun obuna bo'ling.